Giyohvandlik umr zavoli. Unga qarshi kurashish maqsadida huquq-tartibot idoralari tomonidan muntazam tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgani xususida hozirgi lavhada so'z boradi. Poytaxtimizning Bektemir tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda giyohvandlik vositalarini yashirish yo'li bilan tarqatib yurgan shaxs qo'lga olingan. Uning yonidan qadoqlangan turli xildagi giyohvandlik vositalari topilgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchining Toshkent viloyatidagi yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda turli xildagi 2 kilogramm 200 gramm 66.700 dona dozaga teng bo'lgan giyohvandlik vositalari topilib, daliliy ashyo sifatida olingan. Jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakillari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar natijasida gumonlanuvchining Jizzax viloyatidagi xonadonida ham giyohvandlik moddalari saqlanayotganligi aniqlangan. Shundan so'ng qo'lga olingan shaxsning Jizzax viloyatidagi xonadonidan yerga ko'milib, keyinchalik tarqatilishi kerak bo'lgan 800 gramm sintetik giyohvandlik vositalari topilib, daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur moddaga ko'ra sud hukmi bilan gumonlanuvchiga nisbatan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Toshkent shahrida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.